Yo, hamma salomlar, sizlar Leon Gaming bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda salom birgalikda mana shu ekranlarda turgan School by Runaway o'yinini o'ynaymiz. Qani ko'ramiz bugungi videoda aynan bizlar nimalar kutyapti, nimalar kutmayapti. Albatta buning barchasini video davomida bilib olasiz. Shunday ekan ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, chunki men bugungi videoni boshladim. Tak. Paganali. Xo'p, shu o'rinda bitta narsani eslatib o'taman. Menda Telegram kanali ham mavjud. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Mana shu ekranlarda bo'ladi. Bitta bir-biridan qiziq albatta zo'r narsalar chiqishadi va keyingi video qanaqa bo'lishi, nega video chiqmayapti, keyingi video qachon bo'lishi, albatta buning barchasi chiqib turadi. Video chiqarmaganim sababi ham chiqadi albatta. Xullas, obuna qo'yinglar, kam bo'lmaysizlar. Tak, bugun antiqa video bo'ladi. Boshqacharoq noodatiy deymizmi? Xullas, bir ma'lumot bo'ladi. Xullas, o'tga pardonlik Andrew 2002 deb yozamiz va ochamiz. Xo'p, mana bu yerda terminal degan joyga yozamiz. Mana bunaqa qilib menu mode on deymiz va OK deb bosamiz va enter deb bosamiz va bizda mana bunaqa menucha chiqadi. Menu mana. Nima degan? Bu yerda bossak va bu yerda mana predmeti har xil predmetlar mana bizga kerak bo'lgan har xil mashinalarni keltirib oladi va hamma narsani chiqadi. Xullas, mana yerda mod degan narsa bor. Mod deganda tez yugurasan, har xil xullasda keyin mana yerda fly bor. Fly ya'ni uchaversak bo'ladi. Keyin mana yerda o'ng tomonda 1-0 deb turgan, mana bu vaqt bu. Vaqti tez o'tishi, sekin o'tishi, mana bunda reset bir marta borsanglar 1 bo'ladi. Xo'p, no clip degan bor. No clip ya'ni devorlardan o'tib uchib yurish bu. No clip degani. Xullas, shunaqa. Mana yerda ko'pagimizda narsa turgan ekan, asosi. Har doim meni sotadi bu. Tak, mana yerda onasini ko'rsak bo'ladi, keyin mana onasi yugurib yuribdi. Ko'rdinglarmi? Xo'p, stop. Zines bir bola Bill. Hech nima topolmaydi. Malchit deydimi? Bo'ldi, xullas. Nada bir bola deydi. Tak, mana shunaqa qilib onasini kuzatgan bo'ladi. Mana bu toshdi. Xullas, mana bu yerda pastdan qochish mumkin, u bu deganlarcha mana pastda hech nima yo'q. Mana bu endi aytaman-da, qaysidir videolarda, analarda ko'rganman. Bu yerda 3 xil qochish usuli bor. Mana bu eshikdan qochish usuli bor. Mana bu darvozadan qochish usuli bor. Tepadan qochish usuli bor. 3 ta o'sha konsolka bor. Bemalol qochishlar bo'ladi. Va mana bu yerda gul turibdi. Xullas, ana bu brat bor. Keyin u bratni yugurib ham, uchib ham, u qilib ham, bu qilib ham, ana o'qib bo'lmaydi. Mana bunaqa qilib tursam ketaveradi ham. Sekin ketadi. Sekin qochib, surib qoladi-da. Aqlli brat. Biz no clip bilan uchirsak ham darcha sezadi-da u brat. O'sha uyga borib qo'yish kerak bitta. No clipni o'chirib brat yoniga boramiz. Fly yo'q. Mod. Yuguryapti, ko'rdinglarmi? Yuguryapti o'sha u. Yuguryapti ana u. Yesosi. O'tib ketib qoldi. Tak, mayli, mana buni bosamiz. Tak, bu yerda keyin yig'lagan ovoz eshitiladi. Men bir marta eshitgandim mana shuni. Yig'lab o'tganini. Xullas, mana buni bosamiz. Tushamiz. Mana shuni qilib bitta mana buni bitta bossak tez yuradi. Bitta bossak sekin yuradi. Xullas, bu qo'shnimiz uyda hech nima yo'q. Mana bu ikkita sassiz turadi har doim. Mana bitta kalamas ekan bu. Soch sariq ekan. Men buni kal deb o'ylardim. Xullas. Keyin nima qilsak bo'ladi yana bu menyular bilan? Igrok degan bor. Igrokda o'zimiz bu, ya'ni begi degan bu. Bilasizlar, yugurish, prijok degan bu sakrash, bilasizlar, buni ko'tarib tushirsak ham bo'ladi. Xullas, o'zingizlar ana tuzib ana ko'rsanglar ham bo'ladi. Xohlaganingizlarga qo'yib albatta. Tak. Mana bu yerda keyin personajimizning bo'yi bor. Personajimizning razmeri, buni biroz uzoqroqda ko'rsating. Bo'lmasa ana konseptga ustiga qo'yish mumkin. Tak, mana bu daraxt bilan misolda ko'ramiz. Tak. Mana daraxtdan kichkinaman va personajimizning razmerini katta qilsak bo'ladi. Biz endi kattamiz. Biz dunyoni egallaymiz, deymi? Tak, mana.
Ko'ryapsizlar, u vashshi katta bo'lib ketdi. Ko'ryapsizmi? U daraxtdan kattada u bo'yi. Sakrash, run degan yugurish. Lekin baribir, yugurish ular sakrashda keyin kattalashtirsalar, ko'paytirsalar ham bo'ladi. Misol uchun begi, yugurish. Mana katta qildik yana. Endi tezroq yuguramiz. Run. Ko'rdilarmi? Uji tez yuguribdi, bilinyapti. Lekin kamera qimirlashi g'alati ekan. Tak. Xullas biz uydan katta bo'lib ketdik va men buni bu yerda bosamizda 000 qilib eng kichik razmerga qo'ysak bo'ladi. Biz o'tdan ham kichkina yuguramiz. Damanti sakrash. Uji sakrash degan bilinmayapti. Mana, bu вообще kichikmiz biz. Top bilan tengmizda, даже top bilan. Yo, brachka. Qandaysan? Ey. Tak, xullas biz bo'yimizni katta qilsak bo'ladi. Mana bitta rest bor. Bo'ldi xullas. Mana bitta biz beri qo'yamiz. Yo. Tushib ketdim. Noklipda uchib ketamiz. Xullas keyin mana bitta NPC deganlari bor. NPC degan bu endi onamiz, otamiz, amma xola, boja, xullas o'shalar. Ota-onamiz, boyagi brachkalar bekda. O'shalardan o'qisak bo'ladi. Men qo'yamiz-da. To'xta, noklip o'chiramiz. Bo'ldi. Tak. Mana bitta onamizni razmeri katta qilsak bo'ladi, misol uchun. Uni qilib qo'ysak bo'ladi. Yo. Ko'rdinglarmi? Onamiz katta bo'lib ketdi. Yo'q, birisi ko'rdinglarmi? Voy. Men emas. Menga bosilmayapti. Ko'rasizlarmi? Xullas mana shunaqa qilib onamizga katta qilsak bo'ladi. Katta. Keyin otasi bor. Yo. Xullas o'yin qotib qoldi. Xullas o'yin chidolmay qoldimi bilmayman, qotib qoldi. Keyin biz o'zimiz ko'ppagimizni katta qilsak bo'ladi. Mana bitta ko'ppagimiz qani? NPC deganda papa, ya'ni otasi bor, onasi bor. Keyin sabaka kuchugi bor, Igor degani bor, ana bola, Vika degani qiz bola bor ekan. Uning ismi Vika ekan. Vika. Tak, mana bitta 10 qilamiz va o'ga qilsak, mana ko'rdinglarmi? Uj itimiz kichik it emas bu. Katta it. Og'ziga kelsa bo'ladimi? Oh. Что за шум? Ой. Ko'ryapsizmi? Onasi ko'rib to'xtalar, reaksiyasini ko'rdingmi? Pогоди, как? Что за слушаешь? Да, нему твою bir bola. Voh, onasi hech nima demadi. Ko'rdinglarmi? It kopyapti, lekin voy. Tak, sabaka papasini ko'raylik, papa. Onasini otasini 10 qilamiz. Ko'rdi bizlarni. Otasi harakatga tushdi. Igor 100. Igor. Voy. Igor. What the heck? Igorni ko'ryapsizlarmi? Igor yonida, voy, oyoq bilan bosib qo'yadi, onasi. Voy. Yeba. Chitat, mana buni Igordan o'lari. Mana bitta sabakani. Mana bitta onasini, mana buni. Уже bir bola bir xullas so'zlari bittani tekstlari. Bitta otasiniki ko'p bo'lsa kerak, otasiniki ko'p bo'lsa ekan. Bitta transfer degani bor, ana bu, ya'ni NPC'larni qat'iy joylashtirish kerak ekanini qo'yadigan joy xullas. Bitta NPC'da yana nima bor? Igor, Vika bor. Vikani 1000 qo'ysam, lekin qotib qolsa kerak, 200 qilamiz. Vika bo'lib ketdi endi bu yoq. Shipak. Yo. Vika bo'lib ketdi bu. Yebat.
Yehe. Mana shuni anaviga qo'ysak bo'ladi, previewga. Vika bo'lib ketdi-yu. Mana bunaqa qilib qo'yamiz-da. Mana shuni bundoq qilib kelib bunday yo. Uncha ko'rinmas ekan. Tak, mana bunaqa qilib yo, bu yoqdan ko'rinmas ekan-a. Mana shunday chikirk bo'ldi. Xullas. Keyin buni NPC boshqa narsalarni ko'rsatdim. Xullas, keyin buni qanaqa faollashtiramiz deganlar uchun hozir menyuga chiqib qaytdan boshlaylik. Tak. Menyuga chiqamiz va sizlarga hozirning o'zida tezkor qochishni ko'rsataman. Eng tez qochish, qisqa sekundda qochish. Bunaqasi hali bo'lmagan. Ekstremda eng tez qochgan kim desanglar, bemalol keyin meni aytaverasizlar. Demanda mana bunaqa qilib deyapmiz-da. Shiq etamiz. Shiq etamizda. Buni klipda o'chirib, xullas keyin to'ta sassi. Bo'ldi. Ha demoqchi edim, nega qochmadi? Bo'ldi, qochdi. Xo'p, konsolkadan qochib ketdik va uzr biroz shamollaganman. Xo'p, xullas qochib ketdi. Onasi ham sizmi, otasi ham sizni. Keyin mana bu yerda 45 sekund deydi. Xo'p, mana bu yerda konsovka deydi-da. O'sha konsovkani 8 tasi bo'lish kerak, lekin menda nega 7 ta deb qo'yibdi? Xullas, mana shu konsovka degan joyda sizlarda ko'p bo'lib turishi kerak, 8 ta. Ya'ni bularni ko'rsataman hozir sizlarga. Zanovani bosamizmi? Da, menimcha Zanoviyda. Xullas. Hammasini ko'rsatib o'taman. Bo'laqol, nega bo'lmaysan? Xullas, mana bu yerda lekkoda qochishinglar kerak. Normalda bitta qochishinglar kerak. Sложныйda bitta bo'lsa ham qochishinglar kerak. Hammasida xullas ekstremda xullas hammasi o'sha 4 ta anavunda bir marta bo'lsa ham qochib ko'rishinglar kerak. Bu 4 tasi, keyin yana 4 tasini aytaman. Ya'ni bu mod menu degan shunchaki chiqavermaydi. Mana bu yerda bor shunda agar o'sha konsovkalarda qochmagan bo'lsanglar, mana bu kompyuterda chiqmaydi. Bu sizlarda qochmagan bo'lsanglar. Xullas, keyingilari mana bu yerda klipda qiling. Darvozadan qochgan bo'lishinglar kerak. Lekko bo'ladi, hard bo'ladi, easy bo'ladi, qaysi bo'lsa ham xullas darvozadan bitta bo'lsa ham qochgan bo'lishinglar kerak. Keyin mana bu darvozadan qochgan bo'lishinglar kerak. Mana shu darvozadan. Buni qanaqa qilib qilamiz deysizlar, mana bu yerda zvanok bor. Mana shuni chalib turaversizlar. Xullas, onasi jahli chiqib, mana bu eshikni ochib chiqib ketib, anavilarga so'kami, xullas nimadir deydi, bir narsa deydi. O'shandan keyin mana bu eshikdan yugurib borib, qochib ketishinglar kerak. Bu ikkinchi usul yana. Uchinchisi, mana bu tomdan qochishinglar kerak. Mana bu senaga tushib, bu ham xullas farqi yo'q. Qaysi easy bo'ladimi, hard bo'ladimi, o'shandan qochishinglar kerak. Keyin yana bittasi mana bu yerdan qochishinglar kerak. Bu noodatiy boshqacha usulda qochishinglar kerak degan. Mana bu yerdan qochib o'tib, xullas mana bu yerdan tushib ketib qochishinglar kerak. Bu 4-usul. O'sha 8 ta konsovkani tugatsanglar, sizlarga mana bu kompyuterdan mod menu degan chiqadi. Mana bu menu. Keyin bemalol mod menudan o'chasizlarmi, sakraysizlarmi, xullas nimadir qilib, challengelar qilsalar ham bo'laveradi bemalol, bexijolat. Keyin mana bu bratni ko'ra olmaymiz. Bu brat hard ham silib bo'lgan bu. Endi xullas keyin Schoolboy Runaway'ni keyingi qismlarda chiqishi mumkin degan taxminda. Sababi ko'rsataman hozir bularni ham ko'rsatib o'tdik. Mana bu yerda ikkinchi bor, akt 2. Ya'ni bu ikkinchi qism Schoolboy Runaway 2 da mana shunaqa bo'ladi. Biz ya'ni qochib ketganimizdan keyin do'stlarimiz bilan nimadir qilish kerak bo'ladi. Uchinchisi ujus degani уже mana bu yerda ko'rsatib qo'yibdi, tog'amizni uyi. Bu ya'ni kech tushgan paytda tog'amizni uyiga boradi, bir nimadir qiladi. Xullas, bu 3-qismidan chiqadi. Buni endi 3-qismda albatta razrabochkalardan kutib qolamiz-da, nima deymiz. Xullas, men mana shu yerda videoni tugataman. Albatta, agarda videom sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar va kanalga obuna bo'lib, sizlar bilan har doim Leon Gaming bo'ldi. Albatta, keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.